Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 4-aprel bog'imizdagi holat hozircha gullar ochilish arafasida. Ko'ryapgan bo'lsalaring, endi 5%, 10% ochilyapti. 3-4 kun ichida yana ham ochilib ketadi. Kechagi kuni eslaringda bo'lsa, yerga o'tlarni o'ldirish uchun dori sepgandik. Shamolda ozgina uchib ketgan shekilli. Ko'ryapgan bo'lsalaring, mana shunaqa sachraganda shamolda juda ham opasniy bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha shamol bo'lmagan paytlarda sepinglar. Iloji boricha. Mana sachrab ketgan, kuyganda endi juda katta zarar qilmaydi-yu, lekin shamol bo'lgan paytda sepmagan afzalroq. Ko'ryapgan bo'lsalaring, o'ldirib qo'yadi-da. Bu yerimiz bu taraf yuqori bo'lgani uchun bu taraf pastga qarab ketgan, pasti yaxshi ochilmagan hali, faqat yuqori qismi ochilishni boshladi. 3-4 kun ichida yana ham ochilib ketadi. Gullar juda ham nozik bo'ladi. Tez changlatib olmasa 3 kun yoki 4 kun vaqt bo'ladi. Tez changlatib olmasa o'zi kech bo'ladi. Shunga doim gullagan paytda changlatadigan daraxtlar bo'lsa, tezlik bilan harakat qilish kerak.